Assalomu alaykum. Bizni kuzatib boruvchi obunachilar. Hammalaring salomatmisizlar, charchamasdan. Mana xudo xolasa 29 metrga 7 metrli obyektimiz montaj ishlari boshlandi, ko'taryapmiz. Ish jarayonini kuzatib borasizlar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Mahsulotlarimiz 100% konteyner mahsulotidan bo'ladi. Tajribali ustalar tomonidan olib boriladi. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana firmalarimiz montaj ishlarini tugatdik, xudo xolasa reka qatirish jarayoni boshlanyapti. Shiferga moslab reka qatiramiz, o'sha rekalarni. Shifer qatirishlarni ham xudo xolasa kanalimizga tashlab boramiz. Bizni kuzatib boring, like bosishni unutmang.